Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Külülü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulup atkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunumuz. Kanalımızda diqqatlar ekranımız olsun. 86 yıllık hasret ahırlaştı. Ayasofya Camisi Cuma namazı bilen ibadetke echildi. Bugün Türkiye'deki Müslümanlar tarihi hayacanlıq minutlarga şahit boldu. Fatih Sultan Muhammed Han İstanbul'ni fethi qilgandan keyin Ayasofya çirkavini öz iqtisadi bilan setib elib, ondan cami qilib vaqf qilib etgan va shu tarixdan taki 1931-yilgacha 478 yil cami bo'lib xizmat qilgan. Arqadan 1935-yildan bugungacha bo'lgan 86 yildan buyon muzeyxona bo'lib xizmat qilgan Ayasofya eng oxirgi oliy mahkamaning qarori bilan takror jamilik holatiga qaytarilgan edi. Bugungi tarixiy juma namoziga Turkiya Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Şentop, Səhiyyə Ministeri, Sayahat Ministeri, İçki İşlər Ministeri, Taşqi İşlər Ministeri, Milletçi Hareket Partisi Reisi Devlet Bahçeli qatarlıq dövlətning yuqur dərəcəlik ərbabları qatnaşdı. Bugünkü tarihi cuma namazıga qatnaşış üçün kişiler tünügün keçidin itibaren mescidga saldek iqishqa başlagan bo'lib, atigandan başlap bütün yollar cemaat bilan to'ldi. Osmondan tortilgan sillarda mescidga tutuşadigan barliq ko'chalarning musulmonlar bilan to'lganligi ko'rildi. Bugünkü cuma namozi uchun İstanbulda 20 ming saqchi bexatarlikni qo'g'dash uchun vazifa o'tadi. Bugundan başlap Ayasofya'nın ismi Ayasofya-i Camii Kabir deb atildigan bo'lib, onunğa vazifəyə təyinlənən 2 imam və 4 müəzzillərmə yüksək dini səviyyəyə ega bolğan professor, doktorlardan və Qur'an-ı Kerimdə dünya birincisi bolğanlardan tanlandı. Professor Doktor Ali Erbaş xutbada oxugan duasida vətənləri işğal qılınğan, məscidləri, camiləri çiqilğan xalqlarga yardım qilish üçün Canabi Allah'tan Türkiye'ye güç-quvvet ata qilishini tiledi. Ya Rab, dünyanın değişik bölgelerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, ülkeleri işgal edilen, camileri, haneleri harap edilen, hakları, hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle, bizleri de onlara yardımcı eyle Allah'ım. Ya Rab, bizi yeryüzünde imar ve ıslah için çalışan, marufu emreden, münkerden nehyeden hayırlı ümmet eyle Allah'ım. Pompeo Xitoyga texmi qattiq muomala qilishni talab qildi. TRT Dünya Toru'nun İngilizce xabar betida ko'rsatilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo tunigun 23 iyul Kaliforniyaning Yorba Linda shahridagi prezident Richard Nixon kutubxonasida o'tkazilgan uchrashishda Xitoy o'qituvchilari bilan ko'rishdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo barliq erkin davlatlarni Xitoydan iborat yangi zolim tahdidi ustidan g'alaba qilishga chaqirdi. Mazkur uchrashishga Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkal apandimi qatnashgan bo'lib, Mike Pompeoning yanida hukumat taraf bo'lib o'rin olganligi diqqat tortdi. Uchrashish axborotga yepiq holatda elib berilgan bo'lib, muxbirlarning faqat rasm tortib olishiga ruxsat qilindi. Pompeo Kaliforniya nutqida Washingtonning Beijing bilan bo'lgan tirkishishiga keskin ko'z qarash bilan mundoq dedi. Bugun Xitoy o'z davlatida barg'ansiri mustabidlashyapti va boshqa joylardagi erkinlikka bo'lgan dushmanligi texmi kuchaymoqda. U so'zda yana agar erkin dunyo kommunist Xitoyni o'zgartmasa, kommunist Xitoy bizni o'zgartidi dedi. Pompeo Amerikaning Sovet ittifoqi bilan bo'lgan so'g'uq munosabatlar urushini eslatgan holda Beijingning islohotni yo'lga qo'yib o'tgan 4 yilda dunyo iqtisodiga qo'shilishi bilan Amerika va G'arbning keng qo'rsaqligidan shaxsiyatchilik bilan foydalanganligini aytdi. U ilgariki Amerika hukumatlarining Xitoydan kutganlariga Beijingning moslashmaganligini qattiq tanqid qildi. U yana Beijingning Hong Kongning avtonomiyasi, Janubiy dengiz va bilim mulk huquqiy tahdidini to'xtatish to'g'risidagi xalqaro va'dasini buzganligini aytdi. U so'zda yana amdi ilgariki kunlarning kelmasga ketganligini ta'kidladi. U Xitoy Kommunist partiyasini tilga olib, biz Xitoy Kommunist partiyasi azaldan sal qaramaganga o'xshash, biz amdi davlatimiz o'ttirisidagi negizlik siyosiy va ideya jihatdagi farqni nazardan saqit qila olmaymiz dedi. Amerika Adliya Ministrligi payshanba kuni Amerika universitetlaridagi 4 olim va tibbiy tadqiqotchining ayblanganligi va qo'lga ilinganligini e'lon qilgan edi.
bu 4 kishi Xitoy armiyasi va Xitoy kompartiyasi bilan bo'lgan munosabati haqida yolg'on so'zlaganligi va viza aldamchiligi qilganligi uchun ayblangan. Pompeo yana Houstondagi Xitoy konsulxonasining taqalganligi haqida to'xtalib, uning konsulxona emas, balki josuslik va IP o'g'irlash markazi ekanligini aytdi va so'zini davomlashtirib, Xitoy bizning qimmatli bilim mulk huquqimiz va savdo maxfiyatligimizni yirtib tashlab, butun Amerikada millionlagan xizmatga ziyon keltirdi dedi. Yüzlerce tashkilot birlikda xalqaro harakat boshildi. Tünügün Dünya Uyghur Qurultayı, Uyghur Kişilik Huquq Quruluşu, Uyghur Amerika Birleşmesi, Şarkı Türkistan Ma'rif ve Hemkarlık Teşkilatı qatarlıq 70'den artıq Uyghur ve Şarkı Türkistan teşkilatları, 100'den artıq xalqaro teşkilat hem de işçi uyuşmaları bilen birlikte Xitoy rejimining Uyg'urlarni qul ishchi qilib ishiltishini hamda dunyodagi danglik marka va shirkatlarning Sharq Turkistondagi majburiy emgakdan foydalanishni to'xtatishi, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qirg'inchilik harakatida Xitoy bilan hamkorlashishga xotima berishi uchun xalqaro harakat boshladi. 180 dan ortiq tashkilot birlikda dunyodagi danglik markalarni Uyg'urlarning majburiy emgaki bilan yasalgan mahsulotlardan qo'l uzishga chaqirdi. Angliyada chiqadigan Muhofizachi gazeti 23-iyul e'lon qilgan xabarda ko'rsatilishicha 180 dan ortiq kishilik huquq tashkilotidan tashkillangan tashkilotlar birligi dunyodagi ko'plagan moda kiyim markalari va parcha sotuvchilar millionlagan Uyg'ur xalqi majburiy emgakka selinayotgan kishilik huquq dafsandichiligiga chetishlik deb ko'rsatgan. Ular Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi ig'ir jinoyat sodir bo'layotgan bo'lsa-mu, biroq har qaysi danglik kiyim-kechak markalarining buningga qaramay, yanada Xitoyda majburiy emgak asosida ishlab chiqarilgan paxta va paxta mahsulotlarini ishlatishni davom qilayotganligini bildirgan. Yuqorqi bu tashkilotlar birligi Sharq Turkistondagi bu zo'r ko'lamlik majburiy emgak lagerlarini Ikkinchi Dünya urushidan buyon insoniyat tarixida ko'rilgan eng zo'r ko'lamlik tutqun deb atagan. Muhofizachi gazetining xabariga qaraganda Xitoy dunyodagi eng chong paxta ishlab chiqaruvchi davlat bo'lib, u ishlab chiqargan paxtaning 84% Sharq Turkistondan chiqadi ekan. Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan paxta va yiplar Bangladesh, Kambodja va Vyetnam qatorliq davlatlardagi kiyim-kechak zavodlarida keng qo'llanildi ekan. U yana paxta va yip to'qimachilik va uy jihozlarida ishlatildi ekan. Bu hafta New York vaqti gazeti dunyoning har qaysi joylarida kishilar taqovatgan maskalarning Sharq Turkistondagi majburiy emgak asosida ishlab chiqarilganligini oshkorlagan edi. Xabarda aytilishicha, kishilik huquq organlari birlashmasi Uyg'urlar majburiy emgakka selinayotgan ta'minlash zanjirlaridan mol ta'minlashga davom qilayotgan markalarning tizimligini tizib chiqqan bo'lib, ular C&A, Calvin Klein, Gap, Adidas, Muji, Tommy Hilfiger qatorliq markalarni o'z ichiga oldi ekan. Bu munosabat bilan Turkiyada faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston inson haqlari ko'zitish jamiyati vatanimizdagi Xitoyning yezilardagi emgak kuchlarini sirtlarga yo'tkab ishga o'rinlashtirish siyosati ostida har yili minglagan Uyg'ur yoshlarini Xitoyning ichkari o'lkalariga yo'tkaganligi to'g'risida bir dokument tayyorlamoqchi bo'lib, dokumentning ishonchli va nufuzli chiqishi uchun mushu siyosat sababidan bevosita Xitoyning ichkari o'lkasiga ishchi bo'lib berib, Xitoy zavodlarida ishlab boqqan yoki urug' tuqqanlari ichida bu siyosatga duch kelgan kishilarning guvohligiga ehtiyoji borligini, xalqimizning guvohligining bu masalalarni yo'ritishda ahamiyati intayin zo'r ekanligini bildirib, xalqimizga murojaat e'lon qildi. Guvohlik bermoqchi bo'lganlarning Sharq Turkiston inson haqlari ko'zitish jamiyati bilan aloqa qilishini umid qilganligini bildirdi. Aloqa nomeri erlar uchun 0552 340 77 96, ayollar uchun 0534 781 65 55. Sharq Turkistonda yuqumlanuvchilarning soni 95 ga o'rladi. Atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik Sahiya saqliqni saqlash komiteti bugun e'lon qilgan eng yangi uchurda bildirilishicha, Sharq Turkistonda Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni 95 ga chiqqan. 23-iyul soat 0 dan kech soat 24 ga qadar Urumchi shahrida 13 kishining yuqumlanganligi, alomatsiz yuqumlanuvchilardan 19 kishi bayqalganligi. Navbatda alomatsiz yuqumlanuvchilarning soni 85 bo'lib, ularning hammasi Urumchida ekanligi bildirildi. Diviziyada 1, Qashqarda 1 kishi bo'lib, Sharq Turkiston bo'yicha umumiy yuqumlanuvchilarning soni 92 ga o'rlagan. Bular ichida bir bemorning kasal ahvoli xatarlik, 9 bemorning kasali og'ir ekanligi, ayirib tekshirilgan kishilarning soni 3346 ekanligi bildirilgan. Changsha kashtikesining bugungi xabarda bildirilishicha, Xitoyning Guangdongda 5 kishi, Shanxayda 1, Liaoningda 1 bo'lib 8 kishi Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi aniqlangan. Doirlar darhol harakatga kelib, yuqumlanuvchilar bilan uchrashgan barliq kishilarni ayirib tekshirishga boshlagan.
magistrlik maqolasi sababli 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Zimiston to'rining 23-iyuldagi xabarda bildirilishicha, magistrlik maqolasini utuqliq tamomlagan Aygul Eli Xitoy tarafidan 20 yil kesilgan. Aygul Eli magistrlik maqola temasini yangi tadqiqot sohasidan tanlab, Xitoy bilan Turkiyaning banki buxgalterlik sistemasi to'g'risida selishtirma tadqiqot elib borgan. Aygul Elining oilasidagilar muxbirga qizining tadqiqot maqolasi sababli yoki Turkiyada o'qiganligi sababli turmada ekanligi, Xitoy uni 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilganligini oshkorlagan. Aygul Eli 1986-yili 7-oyning 1-kuni Sharq Turkistonning G'ulji shahri Suydong bozorida tug'ilgan. Keyin Nanjing universitetida ilmiy tadqiqot bilan shug'ullangan. 2009-yili o'qish bitirgan. U munavvar qobiliyatli o'quvchi bo'lg'achqa 2010-yili 1-oyda Turkiyaga kelib o'qishni davomlashtirgan. Aygul Turkiyada dastlabda til o'rganishga ahamiyat bergan. Keyin Anqaradagi G'azi universitetiga tizimlatgan. U Turkiya va Xitoydagi elektronlik bank sistemasini tadqiq qilishga jang e'lon qilgan. U o'qishni muvaffaqiyatli tamomlagandan keyin 2016-yili magistrlik unvoniga erishgan. U shu yili yurtiga qaytib ketgan. Xitoy doiralari uni 2017-yili turmaga tashlagan bo'lib, uningga 20 yillik qamoq jazosi bergan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Kompartiyasi Aygul Elini oliy ma'arifni Turkiyada qabul qilganligi yoki Turkiyada o'qiganligi, Uyg'ur bo'lganligi uchun turmaga tashlab 20 yil kesib o'tgan. Xitoy Amerikaning Chengdudagi konsulxonasini taqashni qaror qildi. Turkiya ovozi radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy Amerikadan o'ch elish uchun Amerikaning Chengdudagi konsulxonasini taqashni qaror qilgan. Amerika Adliya ministrligi Amerika universitetlaridagi 4 Xitoy fuqarosi Xitoy olimlarining o'zlarining Xitoy armiyasi va Xitoy kompartiyasi bilan bo'lgan aloqasini yoshirganligi va viza olishda soxtalik qilganligi sababli qo'lga olinganligini e'lon qilgan edi. Shundaqla Xitoyning Houstondagi konsulxonasini josuslik markazi qilib ishlatganligini ilgari surib, taqashni buyruq qilgan edi. Xitoy Amerikaning bu qaroriga inkos qaytarib, Xitoyning janubidagi Chengdu shahrida turishliq Amerika konsulxonasini taqashni qaror qildi. 2 kun ilgari Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo bayonot e'lon qilib, Xitoyning Houstondagi konsulxonasini josuslik markazi sifatida ishlatib, Amerikaning bilim mulk huquqini o'g'irlaganligini, shu sababli Xitoy konsulxonasini taqashni qaror qilganligini e'lon qilgan. Hamda Xitoyga qarshi texnik kuchli tadbirlarni yo'lga qo'ydiganligini ta'kidlagan edi. Shundaqla Prezident Trump mo Xitoyning Amerikadagi boshqa konsulxonalarining mo taqib etilish ehtimolining tamoman mumkin ekanligini bildirgan edi. Xitoy tajovuzchilarining Xitoy bilan to'y qiladigan 100 Uyg'ur kelin e'loni zo'r inkos qo'zg'adi. Xitoy rejimining Sharq Turkistonda Uyg'ur qizlarini Xitoy erlariga yotliq qilishni davlat siyosati sifatida ijro qilayotganligi oshkorlandi. Yaqinda Xitoyning ijtimoiy taratqularida tarqatilgan Uyg'urcha videolik e'londa Xitoy erlari bilan to'ylashadigan 100 nafar Uyg'ur qiziga jiddiy ehtiyoj borligi ochiq oshkora e'lon qilindi. Ma'lum bir Xitoy er bilan Uyg'ur qizining to'y marikasining sin ko'rinishi bilan tayyorlangan bu e'londa partiya va hukumatning bizga go'zal turmush yaratib berganiga rahmat. Hukumatning chaqiriqiga ovoz qo'shib, Uyg'urlar bilan Xitoylarning to'y qilishini ilgari surish uchun 100 nafar kelinchakka jiddiy ehtiyoj bor deyilgan. Bu e'londa yana qiziquvchilarning darhol aloqa qilishi, och-singil va do'stlariga bu e'lonni darhol yetkazib qo'yishi tavsiya qilingan. Hamda aloqalashish telefon nomeri qo'yib qo'yilgan. Ijtimoiy taratqularda bu telefon nomerining Qashqarga oid nomerligi olg'a surilmoqda. Yaqinqi bir qancha yildan buyon Xitoy axborotlarida va boshqa ijtimoiy taratqularda Xitoylar bilan Uyg'urlarning to'ylashishi haqidagi xabarlar ham shundaqla Xitoy o'lkalaridagi Xitoy erlarini Sharq Turkistonga kelib makonlashishga va bu yerda Uyg'ur qiz ayollari bilan o'ylanishga chaqiradigan tashviqotlar ko'rinarli darajada ko'paygan. Buning Sharq Turkistonda lager tuzumi yo'lga qo'yilib, Uyg'ur erlarini asos qilgan millionlagan kishining lagerlarga tutilishi bilan mos qadamda o'tirg'a chiqishi, chet ellardagi Uyg'ur jamoati ham shundaqla Uyg'urlarni tadqiq qilayotgan kuzatuvchilarning birdek diqqatini qo'zg'agan. Amerikalik antropolog Darren Bayler bu haqda e'lon qilgan bir maqolasida Uyg'ur qizlarini Xitoy erlariga yotliq bo'lishga majburlayotgan siyosat va jamiyat omillarini analiz qilgan. U maqolasida Xitoy rejimi Sharq Turkistonda maxsus Uyg'ur ayollarini nishon olgan jinsiyat siyosati yurgizmoqda. Tarixda tunji qatim Uyg'ur ayollari davlat apparatlarining jinsiy nishoniga aylandi deb ko'rsatgan edi. Xitoy ijtimoiy taratqularida oshkora bo'lgan bu e'lon chet ellardagi Uyg'ur jamoatining kuchli noroziligini qo'zg'adi. Partiya hukumatining bizga go'zal turmush yaratib berganligiga rahmat.
Hökumətnin çaqırıqıga avaz qoşub, Uyg'urlar bilan xanzurlarning to'y qilishini ilgari surish uchun 100 nafar kelinjakka jiddiy ehtiyojliq. Millatlar ittifoqlashib bir oila kishilardek bo'lishni ilgari surib, telefon berib maslahat so'rashni qarshi olamiz. Urug' tuqqan do'st birodarlarni tanishtirishni qarshi olamiz. Sizning telefon berishingizni kutamiz. Amerika hukumati tijorat va kinochilik sohasini Sharq Turkistondagi zulmga diqqat qilishga chaqirdi. Amerika hukumati Amerikadagi tijorat sohasini Sharq Turkistondagi zulmga har qanday bir shaklda sherik bo'lib qolmaslikka chaqirmoqda. Ular yaqinda e'lon qilgan Sharq Turkistondagi savdo ta'minot zanjiri haqida tavsiyani o'xshamagan munbarlarda tushuntirish orqali Amerika tijorat sohasi va Hollywoodga qaratgan chaqiriqlarini kuchaytirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Morgan Ortagus xonim 22-iyul kuni Fox xabarlar kanalida qilgan so'zida bu masalani qayta eskartdi. U so'zda mundaq dedi: "Biz yaqinda Amerika tijoratchilarini Xitoydagi majburiy emgak lagerlariga chetilib qolmaslik haqida ogohlantirdik. Amerika tijorat sohasi, Hollywood va Amerika jamoati Sharq Turkistonda yuz berayotgan va biz 2-dunyo urushidan beri ko'rib boqmagan bu yirginishlik kishilik huquq dafsandichiligini tunib yetishi kerak." 1-iyul kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligi, Xazina ministrligi, Savdo ministrligi va Davlat xavfsizlik ministrligi birlikda Sharq Turkistondagi savdo ta'minot zanjiri haqida tavsiya nomli birlashma qarorni e'lon qilib, Xitoy bilan savdo qilayotgan Amerika shirkatlarini Sharq Turkistondagi majburiy emgakka chetishlik bo'lish ehtimoli bo'lgan har qanday ta'minot zanjirlaridan hushyor bo'lishga chaqirgan edi. Uning orqadilla Amerika Savdo ministrligi yana Xotan Xavlin choch mahsulotlari zavodi, Nanjing to'qimachilik guruhi, Nanjing film texnologiyasi qatorliq 11 shirkat va zavodni qora tizimlikka kirgizgan edi. Navbatda Xitoy bilan tijorat qilayotgan cho'ng tipdagi Amerika shirkatlari va har qaysi dangliq markalar ustidagi besim kun sayin kuchaymoqda. NBA Sharq Turkistondagi mashq bazalari bilan aloqasini uzganligini jakarladi. Amerikaning basketbol uyushmasi NBA Sharq Turkistondagi mashq bazasi bilan aloqasini uzganligini jakarladi. NBA uzundan beri ig'ir kishilik huquq krizisi yuz berayotgan va 3 million atrofida kishi lagerga qamalgan Sharq Turkistonda mashq bazasi ochganligi va bu zulmga sukut qilganligi sababli Amerikalik siyosatchilar va shundaqli kishilik huquq aktivlarining kuchlik tanqidiga uchrab kelyapti. CBS televiziyasining xabaridan qaraganda Amerika Kengash palata a'zosi Marsha Blackburn Amerika basketbol uyushmasini tanqid qilib, ulardan nima uchun Sharq Turkistondagi munosabatlarni uzmaydiganligini so'ragan. Natijada basketbol uyushmasi NBAning muavin komissari Mark Tatum 21-iyul kuni Kengash palata a'zosi Blackburnga javob xati yozgan. Tatum xatida NBA Sharq Turkistondagi basketbol akademiyasi bilan 1 yildan ortiq vaqtdan beri hech qanday aloqa qilmadi. Bizning munosabatimizga xotima berildi deb yozgan. Mazkur javob xatini Kengash palata a'zosi Marsha Blackburn o'zining Twitter'dagi hisobida e'lon qildi. Amerika davlatlik basketbol klubi NBAning Urumchidagi mashq markazi 2016-yili 10-oyda qurilgan bo'lib, u Xitoydagi 3 mashq markazining biri bo'lib hisoblangan. Yuqoridagi bu mashq markazi qurilgandan buyon izchil holda kuzatuvchilarning tanqid obyekti bo'lib kelgan. Kishilik huquq faoliyatchilari NBAning bu harakatini Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi zulm siyosatlarini aqlig'anlik deb baholagan. Amerika Davlat Majlisining 8 nafar a'zosi o'tgan yili oktyabrda ularga maxsus maktub avatib, Amerika basketbol uyushmasini Urumchidagi mashq markazini taqashga da'vat qilgan edi. Ko'k ay jamiyati jonliq xizmat qilmoqda. Turkiyada xalqimiz uchun aktiv xizmat qilayotgan Ko'k ay jamiyati 23-iyul ehtiyojli qarindoshlarimizga naqd pul hamda turmush buyumlari tarqatib berdi. Ko'k ay jamiyati qurilgandan beri Turkiyadagi yordamga ehtiyoji bor muhojir qarindoshlarimiz uchun maxsus xizmat qilib kelmoqda. Xalqimizga texmo atrofli xizmat qilish maqsadida xalqarodagi insoniy yordam jamiyati hamda vaqflar bilan zich hamkorlashib ijtimoiy yordam xizmatlarini jonlantirmoqda. Jamiyat 23-iyul Fransiyada faoliyat qilayotgan Amonat vaqf bilan hamkorlashib, ehtiyojli xalqimizga kundalik turmush buyumi hamda naqd pul tarqatib berdi. Tunugun har xil yordam buyumlari qachilangan 80 yeshik turmush buyumi 80 oilaga tarqatib berildi. Undan boshqa yana ehtiyoji bor 50 oilaga 300 TL dan naqd pul tarqatib berildi. Falastin hukumati Xitoyning Uyg'ur siyosatini qo'llaydiganligini bildirdi. Milliy tushuncha gazetining 23-iyuldagi xabarda bildirilishicha, Falastin Xitoy bilan birlikda Uyg'ur turklariga qarshi turadiganligini bildirgan. Yaqinda Xitoy Kommunist partiya raisi Shi Jinping Falastin rahbari Mahmud Abbos bilan telefonda ko'rishgan.
telefon suhbatida Xi Jinping O'rta Sharqda Falastin bilan Isroiliya o'rtasidagi masalani hal qilishda Falastinni qo'llaydiganligini, Falastin bilan Xitoyning o'rtaq hamkorlik o'rnatib, yaqin do'stlardan bo'lib qolganligini bayon qilgan. Falastin rahbari Mahmud Abbas Xi Jinpingga ifoda bildirib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur turklarga qaratgan siyosatini qo'llaydiganligini, Xitoyning Falastin masalasida eng ishonchli do'stlardan ekanligini bildirgan. Mahmud Abbasning bu ifodasi axborotga oshkorlangandan keyin nurg'un kishilar ijtimoiy uchur vositalarida uni qattiq aybladi. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bugünkü xabarlarımız müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki xabarımızı görüşükçe sizlerine Cenab-ı Allah tapşırımız. Şunaqlı program ahırda ekran arkasındaki barlıq hizmetdaşlarıma köptün köp rahmet eytimen. Assalamu alaikum ve rahmetullah.